Barchaga assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. O'zbekistonda nima bo'lib turibdi bu yerda? Bugun xotin-qizlar bayrami, xalqaro xotin-qizlar bayrami bo'lgani uchun ichki ishlar bo'limi xodimlari, YP xodimlari bilan birga xotin-qizlar bayramini tabriklamaga chiqdi. Bizani kuzatinglar, hozir ko'rasizlar xotin-qizlarni. Hamma xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Kuzatinglar, 4 kunimizdan xotin-qizlar vajitlarni hammasi tabriklayacakimizni ko'rasizlar. Sizni shu xalqaro xotin-qizlar bayramini tabriklash maqsadida Assalomu alaykum hurmatli haydovchi. Yaxshi gapirmisan? sizni xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chiqarimizdan tabriklaymiz. Bunday ochilib ko'ring. Ro'yxatga qo'yilgan hamma g'oyati. Shularni bu boshqaring mashina. Ishlaringizga omad. Rahmat. Sog' bo'ling. Sizga tabriklaymiz bayramingiz bilan. Bu o'zi qadimgi goyimiz o'zlarimiz bag'adi. Sizlar bilan baqqala salom bermayapsizlar. Yaxshi. Arzimagan sovg'amiz bor edi. Yana bir nakka. Ochilib ko'ring hamma. Yo'nal ketyapti. Rahmat. Katta rahmat. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Arkasında mı? Yine